Ko'rib turgan 5 tasi bittalik naborlaringda mutlaqo tekinga berib yoramiz. Agarda 30-aprel sanasigacha do'konimizdan kelib, stanoylarimizni 3 komplektini xarid qiladigan bo'lsalaring, 5 tasi bittalik naborlarimizni mutlaqo tekinga qilib beryapmiz. Naborlarimizni komplektida pishalkalari, o'zini bolgarkalari, geyka-vort, shurpa-vort hamda perfiratorlari komplekt holda chiqadi. 5 tasi bittalik naborlarimiz o'zini narxi $100 bo'ladi. Stanoylarimizni 3 komplektini xarid qilgan akalarimiz uchun xuddi shu naborlarimizni mutlaqo tekinga maza qilib ishlashsin deb qo'shib beryapmiz. Ko'rib turgan armatura bukadigan, armatura kesadigan hamda armaturalarimizni, simlarimizni tekizlab berishga mo'ljallangan sim tekizlaydigan stanogimizni komplekt holatda xarid qilasizlar hamda bonuslariga ega bo'lasizlar. Armatura bukadigan apparatlarimiz ko'rishlaringiz mumkin 4 kilovatli motorlari bilan jihozlashtirilgan GQ45 modeliga tegishli to'rtlikdan 32 likgacha bo'lgan armaturalarimizni bukib berishga mo'ljallangan kompyuterli variantdagi stanogimiz bo'ladi. Stanogimizni komplektidan o'zini nasatkalari, kompyuterlari, pidollari komplekt holatda ishlatishga tayyor holatda bo'ladi. 3 faza tokka ishlashga mo'ljallangan. Armatura kesadigan stanogimizga keladigan bo'lsak, to'rtlikdan tortib bu ham bemalol 32 likgacha bo'lgan armatura hamda purtlarimizni kesib berishga mo'ljallangan kattakon armatura kesadigan stanogimiz bo'ladi. Undan tashqari sim tekizlab kesib berishga mo'ljallangan stanogimiz 7,5 kilovatli motorlari bilan jihozlashtirilgan, o'zi kesib, o'zi to'g'rilab, o'zi sana beradi. Nech metrga qanchadan kesib sanashdi. Mana bu kompyuterga kirgizib qo'yasizlar hamda o'zi tekizlab, to'g'rilab sana beradi. Ushbu ko'rib turgan uchala komplekt holatdagi stanoklarimizni narxi $2500 dan 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalari bilan qilib beryapmiz. Do'konimizdan kelib, o'zim olib ketaman ko'rib degan akalarimiz uchun kelishtirib, narxlaridan o'tib beramiz. Undan tashqari shu 5 tasi bittalik polning naborimiz komplekt holatda bonusiga qo'shib beriladi. Kelaverasizlar, manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar do'koni bo'ladi. Barcha turdagi texnikalarimiz juda ham arzon narxlarda do'konimizda mavjud bo'ladi.